Assalomu alaykum. Meni yoshim 40 da, ismim Kamole. Men 2021-yildan beri migren bilan olishib kelaman. Bosh og'rig'i, uyqusizlik, ko'ngil aynishi, yoriqqa sezgirlik, shovqinga sezgirlik qiynab keladi doim. Bir oyda 2-3 marta pristup berib, 3 kunlab, 4 kunlab boshim ko'tara olmay qolardim. Dilfuza opamni tanishimda taklif qildilar, keldim. Bir kunda meni lechit qilib, ko'rmagandek qilib qo'ydilar. Bir kunda lecheniya qildilar. Ko'zlarim ochildi. Mana 10 kun bo'ldi, lekin rezultat katta. Chunki havo aynisi, yomg'ir yog'sa, men boshim bilan ushib qolardim. Hozir mana havo ham bo'lib, bugun lekin yaxshiman, yaxshi his qilaman o'zimni. Og'riqlar yo'q. Dilfuza opamga rahmat aytgani keldim. Rezultatlarim bilan bo'lishgani keldim. Dilfuza opam nomer 1 migren bo'yicha. Kelinglar, dardinglarga shifo topib ketinglar.